Obunachilarimizga assalomu alaykum. Bugungi kunimizda Leap Motor C16 avtomobilimizni olib qoldik. Bu yangi versiyasi. Restyling 2026-yil. Nima yangiliklar qo'shilgan sizlarga tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Video oxirida qanaqa ish qilib berganimizni ham sizlarga aytaman. Ruchkasiga ahamiyat berasizlar. Tayyor ruchka bilan chiqqan. Lidar. Salon qismida bitta saloniga ahamiyat berasizlar, akalar. Juda chiroyli rangda chiqqan ekan, bag'lajon rangda. Menga juda yoqdi mana shu salon rangi. Juda qora ham emas. O'ta chiroyli ekan, ko'rsalaring bo'ladi. Ham xolodilnik yonboshga ochilar ekan. Bardunida xolodilnik. Bu sizinada ham massaj funksiyasi bor akalar. Ko'rsalaring bo'ladi. To'g'ri sizinada ham massaj funksiyasi bor. Orqalari kapitanskiy sizenaga o'xshab oldi orqaga yuradi. Ko'rsalaring bo'ladi. Ham yonboshga ham yuradi. Masajlari ham hattoki orqalarida bor. Ko'rsalaring bo'ladi. Krugovoy armalan termazdan tonirovka tortib berdik. Ham sim karta bilan YouTube dan o'qitib berganmiz. Aynan shu zaruriy bo'lgan ishlarni qilib berdik. Xudo xolasa keyingi safar kelsalar zina bilan son защитный plyonka, salon laminatsiya xizmatlarini qilib beramiz. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Orqa yozuvlariga ham ahamiyat berasizlar. Qonni olib tashlaganmiz. Ancha chiroyli bo'ldi.